Hammaga xayrli kun. Bu Diane Duncan Sims kanali va bugun yana Sims Free Play obzorini ikkinchi qismini boshlaymiz. Nimaga men video boshida Soul dedim? Bu shunchaki razraботчиклар tomonidan o'ylab topilgan, aynan mana shu o'yin uchun o'ylab topilgan bir til, Simlish tili. Ya'ni bu sim xarakterlar o'zaro gaplashganida shu tilda gaplashadi. Siz uni tushunmaysiz. Bu na ingliz tiliga o'xshaydi, na boshqa tilga. Chut-chut ingliz tiliga o'xshab ketadi. Lekin baribir bu konkret til emas. Menimcha bu baribir mirovoy o'yin. Ya'ni butun dunyo bundan foydalanadi. Shuning uchun agar ingliz tilida qilsa, boshqa til vakillari nimaga faqat ingliz tilida yoki faqat rus tilida bo'lganda menimcha qandaydir muammo kelib chiqqan bo'lardi. Menimcha shuning uchun ular shu tilni ataylab o'ylab topishgan. Sizlarga aytgandim, mana hamma zadaniya bajarilgan. Biz bajarib, mana esinglarda bo'lsa 1,5 soat zadaniya bajaradi degan qizimiz mana zadaniyani bajarib bo'ldi. Mana biz hozir uni oldiga ketyapmiz. Ko'rishinglar mumkin, u zadaniyani bajargan bo'ladi. Bu da bir siz o'sha zadaniyani haqiqiy soatlarda, misol uchun 1,5 soat vaqt ketadigan bo'lsa, haqiqiy hayotdagi, mana o'zimiz realniy hayotdagi soatlarda vaqt ketadi. Ya'ni 1,5 soatdan keyin kirsangiz, o'sha ish bajarib bo'lgan bo'ladi. Hozir bizning zadaniyamiz jurnal olishimiz kerak. Jurnal bilan bog'liq. Bu uyda jurnal yo'q. Shuning uchun jurnal olishga bozorga kiramiz. Bozordan living room, mana bu divan surati turgan joyga kiramiz va u yerda mana birinchida turgan jurnal bo'ladi. O'shani qayerga qo'ysak ekan? Menimcha hozircha времени mana shu qo'yib turamiz. Hozir bizning qizaloq kelib buni o'qiydi. 11 minut o'qir ekan. 11 minutdan keyin kelsa, u albatta bu zadaniyani bajarib bo'lgan bo'ladi. Bu nimaga zadaniya bajarish shartmi, majburiymi? Bilasizlarmi? Qayoqdadir o'sish bo'lish uchun albatta biror nima qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz shu zadaniyalarni bajarmasangiz, ko'p narsalar ochilmaydi sizga. O'yingizdagi dekoratsiyalarga xalaqit beradi. Mana nihoyat yana bir zadaniya bajaruvchimiz bizga bu zadaniyani bajarishda yordam berdim. Mana biz hozir restoran Fork, ya'ni Vilka restoranini qurishimiz kerak, lekin qura olmaymiz. Nimaga? Chunki men sizlarga o'tgan videoda aytgandim, lagerda bir nima quryapman deb. O'shani hozir nimaligini ko'rsataman. Bu kanoe, ya'ni qayiq. Bu qayiqda meni sim xarakterlarim kelib, do'stlari bilan do'stona yoki romantik munosabatda bo'lgan odamlar bilan kelib, bu yerda uchsa bo'ladi. Ya'ni cho'lqalar bilan, qizlar, yigitlar bilan kelib uchsa bo'ladi. Xullas, Sims Free Play'dagi bir minus deb hisoblaymizmi? Qachonki siz bir nimani qurayotgan vaqtingizda, bitta narsani qurayotgan vaqtingizda keyingi narsani qurishga ruxsat bermaydi. Mana endi biz u ishni tugatdik. Tugatganimizdan keyin bizga ruxsat beradi restoranni mana qurishni. Nafaqat restoran, boshqa narsalar tez o'tkazib yuborsam bo'ladi, lekin menda bu narsa, ya'ni SJ, ya'ni life point menda juda ham kam. Shuning uchun uni ishlatish menga nevigida. Qayerga boramiz endi? Mana ko'rsanglar, haftalik questlar ham bor. Har haftada sizlarga quest beriladi. U sizlarga priz olib keladi. Uni biz bajarib bo'lganmiz. Endi qayerga boramiz? Mana men bu yerda yana bir zadaniya bajaramiz. Bu zadaniyani biz bajarsak, nima bo'ladi? Biz 2 qavatli uy qura olamiz, balkon qura olamiz, terrasa qura olamiz va podval, basement qura olamiz. O'zbekchasi kelmay qoldi. Yerto'lada, yerto'la ham qura olamiz. Agar mana shu zadaniyani bajarsak, lekin srazi ochilmaydi. Etap-etap hozir faqat terrasa ochiladi. Keyin balkon, keyin basement, ya'ni podval keyin ochiladi. Har bitta zadaniyani shunday ko'p vaqtlarda bajaramiz. Mana hozir 2 odamni uyga olib kelishimiz kerak edi. Mana nimaga sizlarga ingliz tilini yoki rus tilini oshirishga yordam beradi deganim,
siz bu o'yinda progressni olib borish uchun, ya'ni zadaniyalarni bajarish uchun, questlarni to'liq bajarib, qandaydir gift, ya'ni priz olish uchun siz harakat qilasiz. O'z vaqtida unga yetishishga, ya'ni erishishga. O'z vaqtida deganim, har bitta zadaniyani o'zini vaqti bor, время ограничения bor. Agar o'sha vaqtgacha qila olmasangiz, siz yutqazasiz va grand prizni ololmaysiz. Bundan ko'rinadiki, siz uning uchun tez tushunishga harakat qilasiz, so'zlarni yaxshilab o'qiysiz, ya'ni mana shu yerdagi mana yozuvlarni o'qiysiz, nima sizga buyurilayotganini tushunish uchun. Agar tushunmagan so'zlar chiqib qolsa, даже lug'atdan olib ko'rasiz va qarabsizki, siz til o'rganish jarayonida bo'lasiz. Mana qachondan beri mana shu otxonadagi janob qachondan beri menga bitta questni oxirigacha bajarishga yo'l qo'ymayapti. Oxirgi bir badge'ni ololmayapti. Xullas, bu yana o'sha video boshidagi birinchi videodagi otxona. Buni obzor qilamiz keyinroq. Hozir boshqa narsalar bilan shug'ullanamiz. Bizda hozir boyaga adashmasam, mana yana bitta quest bajarayotgan, duradgorlik questini bajarayotgan, ya'ni duradgorlik zadaniyasini bajarayotgan qizimiz. Ismi Regina Richmond va u hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana bu luja bor-ku, nimaligini uncha ham приятный emas uni nimaligini bilish. Mana shunday narsa borki, agar telefoningizda yurib ketib foydalansangiz yoki mashinada ketayotgan bo'lsangiz, chayqalsangiz, bu simlar, ya'ni bo'sh simlar, ya'ni umuman hech nima qilmayotgan svobodniy simlar boshi aylanadi va simlaringiz qayd qilib yuboradi. Hozirgi o'sha luja o'sha narsa edi. Aytdim-ku, unaqa приятный bo'lmaydi deb. Men mashinani qaranglar, Spark'ga o'xshaydimi yo'qmi? Chevrolet. Mana mushugimiz ham bor. Ko'rgandinglar o'tgan videoda. Mana bu iflos narsa bo'lgani uchun, ya'ni bu shunchaki uy tozalamayotgani uchun bu uni nima edi, tozaligiga ta'sir qiladi. Ya'ni Simsdan ko'rsangiz bo'ladi, bu yerda yashil tutun chiqyapti undan. Ya'ni bu tutun emas, aslida hid. Mana men hozir telefonimni chayqatyapman, ataylab, lekin sizlarga ko'rinmaydi telefonimni chayqatayotganim. Mana ko'rdinglarmi, mazasi qochyapti. Yetarlicha chayqatmadim, shuning uchun u qayd qilmadi. Hozir yana urinib ko'ramiz. Mana boshi aylanyapti, ko'rasizlarmi? Bilaman, неприятно, uning uchun неприятно, но biz uchun bu qiziq. Ya'ni o'yinni har bitta grafikani ko'rish uchun. Xudoyim, ko'rdinglarmi? Unchalik ham приятно emas tomosha qilish uchun. Buni ham tozalab qo'yaver, baribir sasib yotibsan. Keyin uni cho'miltirib ishga jo'natib yuboramiz. Grafikaga kelsak, aytganimdek, 4 yil avval bunaqa grafikalar yo'q edi. Grafika juda ham past edi. Hozir yangi grafika chiqqan, lekin u meni telefonimda ishlamayapti. Nimaga? Chunki ko'p hamma telefon modellari ham bunga to'g'ri kelmayapti. Ya'ni juda ham eski bo'lmagan telefonlarda ham bu grafika ishlamayapti. Menimcha bu grafikalarni har bitta telefonga moslashi o'sha o'yin ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni strategiyasi, har xil telefon kompaniyalari bilan shartnomalariga bog'liq deb o'ylayman. Chunki agar misol uchun o'yin jinnilari bo'ladi-ku, misol uchun Sims Free Play o'yinini eng ashaddiy muxlislari bo'lsa, mana shu grafika ishlamaganligi uchun nima qilish mumkin? Uni yangi telefon olishga majbur qiladi, ya'ni o'yin. Shunaqa jinnalar ham bor. Mana ko'rasizlarmi? Vannadagi suv haqiqiydek o'xshaydi. O'tkazib yuboramiz bu jarayonni. Endi buni ishga jo'natamiz. Xullas aytganimdek, o'yin jinnalari uchun ishlamayotgan grafika juda ham katta katastrofa bo'ladi. Shuning uchun ular sirazi yangi telefon olish ilinjida bo'ladi va bu kelib chiqadiki, o'yin ishlab chiqaruvchi kompaniyalar va telefon ishlab chiqaruvchi kompaniyalar o'rtasidagi shartnomaga bog'liq bo'lsa kerak. Shunda baribir ikkalasi bir-biriga nima desam ekan, bog'liq biznes desa ham bo'ladi, ha, to'g'ri. Xullas, ko'p gapirdim. Endi
qayerga boramiz. Hozir biz boradigan joy yana quest bajaradigan joy bo'lsa kerak. Biz hozir chiqib shaharni ko'ramiz. Shahardagi tangalarimizni, pullarimizni yig'ib olishimiz kerak, XP larimizni. Mana XP larni yig'dik. Bilmagan holatda hozir men parkka bosib yuboribman. Uzr. Sorry. Xullas chiqamiz bu yerdan. Biz shunchaki pullarni va XP larni yig'moqchimiz. Shaharda tun, nimaga faqat kechqurun o'ynaysan desanglar, bolalarni uxlatib, hamma ishlarni qilib, o'zimga vaqt ajratadigan vaqt faqat kechqurun tunda. Chunki bu o'yinda siz qachon ishlatsangiz o'yin ichidagi vaqt ham xuddi shunday. Misol uchun kechqurun bo'lsa kechqurun, kunduzi bo'lsa kunduzi, yorug'lik shunga bog'liq. Boyagi olgan narsam keyin o'tgan safar ishlamagan narsa edi. O'sha joydan o'tib ketdim ko'p gapirib. Mana bu hozir fitness zal. Men bu odamam xuddi boyagi otxonadagi odamga o'xshab bitta narsani haligacha menga olib bera olmayapti. Shuning uchun buni yarim kechasi fitnessga olib keldik. Aerobika bilan shug'ullanadi 6 soat. Bu fito bar deymizmi, yoki detoks tayyorlanadigan joy. Bu yerda hozir bu aytganimdek ertalabgacha bizga ishlab beradi. Mana qaranglar, hamma narsa reallik ichida bor-ku. Menga rosa yoqadi. Dushlari, tualeti bor, kiyim almashtiradigan joylari. Mana bu trenajyorlarni qaranglar, vashyo zo'r. Uylarga sotib olsanglar bo'ladi. Ya'ni Sim Free Play'dagi sim xarakterlarini uyiga ham shunaqa trenajyorni olsanglar bo'ladi. Qimmat. Bu yerda ko'p narsalar qimmat. Mana Alini oldiga keldik. Ali uyquchan bo'lib turibdi. Uyqusi kelyapti, lekin sen ishga borasan. Do'stim, sen ishlashing kerak, bolalaringni boqishing kerak. Yarim kechasi ishga ketasan, menga bu o't o'chiruvchi bo'lib ishlaydi. Uni oyligi 1-2 ming, u 9 soat ishlaydi. Juda ham ko'p ishlaydi. Mana bu narsani ko'rasizlarmi? Mana mailni oldida turgan. Mana shu narsa, agar sizlar Sims Free Play'da o'zingizlar uy qursanglar va u juda ham chiroyli chiqsa, sizlarga общий luki yoqsa va xohlasanglar Electronic Art kompaniyasiga buni submit qilasizlar, ya'ni maslahat berasizlar. Mani uyim qaranglar, yaxshimi arxitekt homelarga, ya'ni hozir ko'rsataman sizlarga. Bu yerda emas. Mana bu yerda ko'rasizlarmi, har xil uylar bor. Agar sizlar shu narsani submit qilib, feedback berib, Elektron Art kanaliga jo'natib yuborsanglar, sizlarning uyinglar ham mana shular qatorida turadi. Narxni bilmadim kim qo'yadi, menimcha ular qo'yadi. Mana ko'rasizlarmi? Men ham ko'p uylarni mana shu yerdan sotib olganman. Mana shu hozirgi uylar ham, mana shu uy ham o'sha uylar qatoridan sotib olingan. Chunki u yerda doim chiroyli. Mana ko'rasizlarmi? Hozir men aytdim-ku. To'xtanglar-da, men bunga sharh beray. Buni hozir yarim kechasi maktabga jo'natyapman. Nimaga men hammani yarim kechasi ishlatib, yarim kechasi o'qitaman? Chunki ertalab kirganimda ular bo'sh bo'ladi. Ya'ni ular ishdan qaytgan, o'qishdan qaytgan bo'ladi. Men o'zim xohlagan ssenariy bo'yicha ularni harakatlantira olaman. Shuning uchun shunday qilaman. Formasini qaranglar, xuddi kino bor-ku, Malikani kundaligi degan. Malika Miya, Jinoviya malikasi bo'ladi-yu, o'shandagiga o'xshatgan. Bu yerda chaqalog'imiz uyg'onib qopti. Sen umuman hozir uyg'onishing kerak emas. Dadang ishda, onang zadaniya bajaryapti, uxlab bo'laginam. Logichno. Bitta chaqaloqni bir o'zini uyga tashlab ketish, bilaman. Просто bu o'yin. Buni ham dugonasining orqasidan maktabga jo'natib yuboramiz. Xo'sh, ular maktabga ketdi. Nima deyotgandim bo'yaman. Sizlarga aytdim-ku, men zadaniya bajaryapman hozir. Balkon qilinadigan, terrasa qilinadigan. Hali u questlarni bajarib bo'lmaganman, to'g'rimi? Lekin menda уже 2-etaj bor. Даже podval bor. Nimaga? Chunki bu
architect home uylari qatoridan sotib olingan. Demak, ular tayyor uy. Agar men uy qurmoqchi bo'lsam, lekin bunaqa uy qura olmayman hozir, chunki men bu questlarni bajarmaganman. Va именно hozir men bajarish jarayonidaman. Agar mana shularni bajarsam, keyin har doim architect uydan sotib olmasdan o'zim shunday uylar qursam bo'ladi. Lekin hozircha bu cheklangan. Mana aytganim, hozirgi o'sha zadaniyani bajarib olamiz. Hozir endi nima qilishimiz kerak ekan? Biz Bri bilan gaplashishimiz kerak. Bri bizda usta, qiz bola bo'lishiga qaramasdan usta. Shu bizga o'rgatadi qanday uy qurishni, как итоге shu zadaniyani maqsadi, как будто u bizga balkon qurishni, terrasa qurishni, podval qurishni o'rgatadi. Biz mana shuni bajaramiz questda. Xo'sh, sani ham ishga jo'natib yuboramiz. Bilasizlarmi, hammasini ismini eslab qola olmayman, chunki 16 ta odam bor. Bu qayerga ketyapti? Kostyum, shapkangni yech. Bu qaysi kasbda ishlarda bunaqa pasong bo'lib kiyinyapti? Bu polish, axir bu nima edi? Siyosatchi ekan, siyosatchi. No, kostyum shapkada. Qoyil. Menimcha buni onasi hech qachon shapkangni yechmagin deb o'rgatgan. Endi qayerga boramiz? Mana Brini uyini ko'rishinglar mumkin. Meni sotib olgan uylarimdan ko'ra ichidagi mebellar ham unchalik ham ko'zga ko'rinarli emas. Men sotib olgan uylar buni oldida chiroyli, kukla. Mayli, Bri bizga biladigan narsamizni yana qayta o'rgatibsan. Majburmiz. Mana odamlarni ishga jo'natib yuboramiz. Yana bilaman, juda ham ko'p gapiraman. O'zi bu video olish jarayonida necha marta jag'im og'rib, yana qayta ovoz yozdim. Bu hozir bizda poyga ketyapti. Bunda ham prizlar bor. Fermerskiy narsalar chiqadi bunda. Xo'sh, hozir progression do we take selfie with the best lighting have. Xullas, biz mirror, ya'ni nima edi? Ko'zgu topishimiz kerak. Bu uyda ko'zgu bormi? Ha, bor ana. Xullas, mana shu yoqqa kelib biz selfie tushishimiz kerak. O'rtoqlar, selfie mana ko'rdinglarmi? Ingliz tilini oshirishga absolutno yordam beradi. Chunki tushunish darajasi oshiradi. Men bu o'yinda olsak bo'lmasmikan? Kattaroq ekanda. Yo'q, bunda bo'lmas ekan. Tushunish darajasiga yordam beradi katta. Qizlarni privichkasi shu vanna, bathroomda selfie tushish. Instagramga qo'ymoqchi menimcha bu. Ko'rasizlarmi? Men bu mebellarni ko'rasizlarmi? Juda ham realichniy. Sochimni to'g'irlayaptim. Yana selfie tushyapti. 11 minut selfie tushadi. Aslida haqiqiy hayotda 11 minutdan ham ko'proq ketadi qizlar selfie tushishiga. Mayli, sizlarga mumkin ko'rsatmoqchi bo'lganim buni qaranglar, ko'rasizlarmi? Menga yoqadigan tarafi hamma narsa juda chiroyli. Mana mebellar, mana shkafchik, o'tiradigan joy, pastda basseyn bor. Basseyning sharmanda, musor to'lib yotibdi, tozalasang bo'lmaydimi? Bu yerda bu podval. Basseynda qaranglar ahvolni. Basseynda avtomatik tarzda tozalaydigan apparat ham bor, lekin u qimmat. Hali menda ochilgani yo'q. Ochilsa o'shanaqadan sotib olaman. Yana bizda Grand Prix bu 4 kunda, 3 kunda tugaydigan zadaniyamiz bor. Bu mana bu orolda, islandda odamlar bilan gaplashasiz va ular bilan suhbatingiz jarayoni qanchalik yaxshi ketsa, sizga ular tanga beradi. U tangaga siz sovg'a sotib olasiz. Keling, hozir bittasi bilan gaplashamiz. Mana bu bola bilan. Mana ko'rasizlarmi? Ko'tariladi. Ana yashilda to'xtasa, bu yaxshi. Agar qizilga o'tib ketsa, bu demak yomon.
bizga hech qanday tanga berilmaydi. Keyin sovg'a ham ololmaymiz. Mana suhbatni oxirgi joylariga keltirdim ataylab. Video cho'zilib ketayotgan bo'lmasam, mana bizga 200 tanga berdi va kiramiz. Mana bitta biz tanlash huquqimiz yo'q, randomli tanlab beradi. Siz faqat pulni ishlatasiz. Mana shkafchik berdi и hozir kreslocha berdi и bizga lyustra beradi. Da, lyustra berdi. Mana shunaqa qilib o'yinda hammasiga ega bo'lasiz. Bilaman, ko'p gapirdim, chunki o'zbek tilida haqiqatan umuman bu o'yinda obzor yo'q ekan. Shuning uchun men xohlardimki, menga o'xshagan o'ynovchilar, igroklar ko'payishini va ularga oson bo'lishini, shuning uchun mod versiyadan foydalanmadim. Va sizlar bilan bugunda ham dankim bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling. Izohlaringizni kommentda qoldiring.